Yerim quta ətir. Hikoya. Ovozda Xuncham Rozi. Bir kuni 5-yillik sinfning o'qituvchisi Thompson xonim sinf zalida o'rnidan turib o'quvchilarga "Men hammanglarni yaxshi ko'raman" dedi. Lekin u ko'nglida Teddy ismli o'quvchi uning sirtida deb pichirladi. Chunki uning kiyimlari hamishamdagidek maynat, o'qish saviyasimi intayin tuvan. Topshiriq ishlamaydigan, darsga diqqat qilmaydigan, zodi bor bilan yo'qligining farqi yo'q bola edi. Bu o'qituvchining bir mavsum o'qish mobaynida ko'rgan bilganiga asosan bergan hukm xulosasi edi. Teddy bolalar bilan o'ynamaydi. Kiyimlari qasmoq, munchaga tushmagilimi, xeli uzun bo'lgandek qiladi. Darsdimi qattiq chekingan bo'lib, o'qituvchilari topshiriq berganda hech tekshirmayla qizil qalamda yo'g'on qilib nol beradi. Darvaqa tekshirsimi shundoq chiqadi. Shundoq kunlarning birida o'qituvchi material tekshirib o'tib, tuyuqsizla Teddy'ning 2-sinfdagi arxivini uchirtib qoldi-da, hayronlikda varaqlashga boshladi. 1-sinf o'qituvchisi Teddy to'g'risida mundaq yozgan edi. Teddy to'liq iqtidorliq, aqlli bola. U topshiriqni astoydillik bilan ishlaydi. O'zi aktiv bo'lib, sinfdagi bolalarga ulug' holda dars qatnashadigan namunlik o'quvchi. U to'liq chiqishqaq. Savodoshlari bilan bak inoq o'tadi. 2-sinf o'qituvchisi Teddy yaxshi o'quvchi. Savodoshlari uni yaxshi ko'rdi. Ammo opasining rak kasali giribtor bo'lganligi uchun ko'ngli bak yerim. 3-sinf o'qituvchisiga kelsak, u mundaq deb yozgan edi. Onasining o'limi uningga bak ta'sir ko'rsatdi. U butun kuchi bilan tirishdi. Dadisimi uningga qo'shimcha qaray olmadi. Agar uning sharoitini ko'zda tutib, ba'zi tadbirlar ilinmasa, uydagi turmush patiqinda uningga ta'sir ko'rsatdi. 4-sinf o'qituvchisi mundaq deb yozgan. Teddy darsga qiziqmaydigan beparvo o'quvchi. U o'rganishni xohlamaydi. Do'stlari yo'q. Hech kimga aralashmaydi. Dars vaqtida uxlaydi. Gap qilsa anglamaydi. O'qib bo'ya kelganda o'qituvchi Thompson xonim masalaning tekka yetkachkimi o'zining qig'indan o'zi nomus his qildi. Bu ahvol dal yangi yil arpisiga udul kelgan bo'lib, Thompson xonim o'zini tanishib sinfga kirganda barliq o'quvchilar chiroyli lentaga o'ralgan yangi yillik sovg'atlarni elib kelib, ustal ustiga qo'yishdi. Thompson xonimning ko'zi Teddy'da edi. U nima qilishini va yoki nima deyishini bilmay turganida Kona po'shet xalta ko'targan Teddy uning oldiga qadamlarini so'rab kelayotgan edi. Thompson xonim Teddy'ning sovg'isini ochganda yuragi mujilib, qattiq og'rib azoblandi. U bir kona jipi uzilgan zanjir va yerim quta atirdan iborat edi. O'quvchilar uning sovg'isiga qarab qaqaqlab kulishdi. Ammo Thompson xonim zanjirning go'zalligi va atirning xushpuroqligidan to'liq xushal bo'lganligini, ham bu hayotida unutilmas bir sovg'a bo'lganligini bildirib, Teddy'ga qizg'in rahmat aytdi. Hamda shu vaqtda u zanjirni o'ngshab, bo'yniga taqab, kiyimiga atirdan bir necha qitim pajiltib chechivetdi. O kuni Teddy maktabdan keyin uyga qaytmay o'qituvchisining chiqishini saqlab turgan edi. Oxiri o'qituvchim chiqdi.
Teddy dərhalla aldığı berib gülümsirəp durub. Sizning bugünkü purqingiz opamning purqiga o'xshab qoptu. Sizdan opamning purqi kelyapti, dedi. Thompson xanım özünü tutolmay yig'lab ketdi. Chunki Thompson xanım Teddy'ning uningga mərhum anası ishiltib eshib qolgan atiri butulkisi va təvərrük zəncirini sovg'a qilganligini bilgan edi. Shu kundan boshlab xanım uningga alayda diqqat qildi. Uning zehn kuchi va sinfdagi aktivjon faoliyatimi asli kelishga boshladi. Cümleden Teddy shu yili oxirigacha sinfdagi ko'zga ko'ringan eng munavvar o'quvchiga aylandi. Bir kuni Thompson xanım ishki bo'sug'isi yanida Teddy'ning uning uchun yozgan bir parcha xatini ko'rdi. U: "Siz hayotimdagi men uchratgan eng baland o'qituvchi", deb yozgan edi. Thompson xanım o'z navbatida: "Sen menga qanday yaxshi o'qituvchi bo'lishni o'rgatgan o'quvchi", deb yozib qo'ydi. Bir necha yildan keyin Thompson xanım tibbiy instituti tarafidan Teddy ismli o'quvchi nomi imzolangan o'qish bitirish murosimiga qatnashish taklifini hayronlikda topshirib oldi. Chunki taklif ostiga "O'g'lingiz Teddy" deb yozilgan edi. Thompson xanım murosim uchun o'z vaqtidagi ko'na zanjirini taqib, o'xshash atirdan chechib qatnashdi. Teddy'ning kim ekanligini bilamsiz? U hozir dunyodagi eng danglik doktor va rak markazining xo'jayini.